Nurafkonga bu ham muhim. Hushtak chalindi, ruxsat berildi. Chiziqqa turib oldi Abduvohid. Nurafkon chap oyoqda zarba beryapti. Topganda yo'nalish topdi. Men qaytardi deb o'yladim. Chunki ovoz ham keldi-da o'sha qo'lga tekkanligi. Ammo tan olish kerak, zarba kuchlilik qildi. Terma jamoamiz yetakchisi Sardori Eldor Shomurodov boshlaydi bizda penaltilar seriyasini. Eldor to'pni o'rnatyapti. Alirzo Beranvan. Yaqindagi Bashikshahir safida 90+ daqiqada gol urib, penaltidan jamoasiga muhim ochkolarni keltirgandi. Ruhiyati ajoyib darajada. Hozir ham uradi mana shu zarbani, golga aylantiradi Eldor. To'pga yaqinlashyapti. Zarbani amalga oshirdi, aldadi. Bu ham darvozabonlarda bor narsa. Demak, Gorbani va Abduvohid markazga debdi bu safar. Eronlik o'yinchi Muhammad Gorbani o'ng tomonni ko'rsatdi Iskandarovga. Chalg'itishga urinyapti. Hozir qaytardi Beran. Muhaybib qaytardi. Abduvohid Ne'matov. O'zi ham yaxshi biladi bu kerakligini. Bu safar ham aldadi darvozabon. Xuddi Eldor Shomga qarab turgan holati bor. Shunga o'xshaydi. Abduvohid qanaqadir shu yerda ham yutib olish muhim. Demak, zarba yo'llandi. Bu safar penalti orqali ular bir-birini yaxshi bilishadi. Ashurmatov, Beranvand. Zarba aniq. Juda ham aniq. Melat Muhammadi, Abduvohid Ne'matov. Melat zarbani amalga oshiradi. Qaytardi. Qaytarish tuguri mahkam ushlab oldi. O'ynashga harakat qilish. Bizda bu narsa muvaffaqiyatli chiqdi. Ammo eronlik futbolchi emas, Hakim Almazgavoy. Shuning uchun ham Abduvohid bir hazillashib oldi. Ular do'stlar, ular jamoadoshlar sobiq va endi Hakim Almazgavoy hal qiladigan palla so'nggi zarba bo'lishi mumkin. Urinishni amalga oshiryapti. Zarba gol! G'alaba! Yutdik! Eron terma jamoasini yana mag'lub etyapmiz. Ketma-ket ikkinchi kim. Biz bu o'yinning anchagina qismida 10 kishi bo'lib o'ynadik. Seriyaga yetib keldik va mana bu